Akalarimiz anchadan beri YouTube kanalimizni kuzatib turar ekan. Farg'onani G'ishtoniga sotdik. Shu yaxshi akalarimiz kelishdi. Texnika yoqdi. Xudo xolos texnikamiz baraka bo'ldi. Texnikamiz yili 2009-yil edi. Bizda bilasizlar, olingan, sotilgan texnikalarni narx-navolari bilan qo'yib kanalimizga yuritib boramiz. Videomizga bitta like bosing, obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lsalaring, sizlarga olingan, sotilgan texnikalarni birinchi o'rinda qo'yib chiqarib boramiz. Xudo xolasa shu texnikamizni ham sotdik. Yillari 2009-yil edi. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida xudo xolasa texnikamiz turadi. 105 million narx qo'yilgan bu texnikamizga. Shu texnikamizni xudo xolasa sotdik. Farg'onani G'ishtoniga ketdi texnikamiz. Akamizni o'zlari ham şeyda turibdi. Mashinalarda kelishgan. Bizi kanalimizda shu yana aytib o'taman, isitma qilib qo'yaman, olingan, sotilgan texnikalarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa shu texnikamizni ham sotdik.